Assalomu alaykum qadrdonlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Men xayolimga hozir bir ideya kelib qoldi. Oramizda masalan oilasini boqishga majbur bo'lgan opa-singillarimiz bor, og'ir mehnat qilayotgan, to'g'rimi? Og'ir ishga yaramaydigan akalarimiz bor, ukalarimiz bor, oilasini boqishga lekin majbur. Shunday insonlar uchun bir lifehack aytmoqchiman. Iltimos, sog'lom odamlar bu ishga yopishib olmanglar. Shunday odamlarga yordam bo'lsin degan maqsadda aytyapman. Xo'p, plastik olasiz, bankka borasiz, plastik olasiz. Ichiga bironta yaqinlaringizdanmi so'raysiz, mahalladan so'raysizmi, bir narsa qilib, xullas 5-6 million so'm pul solasiz. Gaz zapravkaga borasiz. Mana bu yerda odamlar qiynalyapti, ko'pchilik yosh kattalar, paynet shoxobchasi deymi nima? O'shanaqasidan, xullas o'shandan pul solishga qiynalyapti ko'pchilik. Ham o'shalarga yordam bo'ladi, o'sha yosh kattalarga, boshqalarga ham shunday insonlar uchun daromad bo'ladi. Aytaylik, bir 100 ta 200 ta odam kelib ketsa, 100 ta odam kelib ketsa, misol uchun 1000 so'mdan olsangiz 100 ming so'm bo'ladi. 2000 so'mdan bo'lsa 200 ming. Agar 200 ta odam kelsa 400 ming so'm pul bo'ladi. Buni iltimos haligi soppa sog'lom odamlar bu ishga yopishib olmanglar. Men masalan o'zim ham bir kunda 400 ming toza pul topmayman. Lekin o'shanda insonlar uchun aytyapman men. Yaqinlaringiz bo'lsa, o'shanaqa insonlar bo'lsa, shu ishga joylab qo'ying, shu ishga jalb qilinglar degan maqsadda aytyapman. Videoni tarqalishi uchun maksimalni like, podpiska bosib qo'yinglar. Kommentariy yozib yuboringlar. Shunday insonlarga yetib borsin, egasiga yetib borsin. Birovni qo'lidan muhtoj bo'lib, haligi birovni qo'liga qarab qolish juda qiyin-da endi. O'shaning uchun shu maqsadda aytyapman, yordam sifatida.